Hurmatli yo'lovchilar, sizlar uchun spalniy salonli Comfort avtobuslarimiz Toshkent Almata, Almata Toshkent yo'nalishlari bo'yicha har kuni qatnov reyslarimiz mavjud. Comfort avtobuslarimizni birinchi navbatda tozalikka e'tibor berib, avtobuslarimizda sizlar uchun qulay sharoitlar bisyordir. Jumladan yo'lda eng zarur bo'lgan yotib dam olib ketish uchun yumshoq spalniy o'rinlari, telefon uchun zaryadka o'rinlari, Wi-Fi ham mavjud. Xush muomala shofyorlarimiz ko'magida o'z manzilingizga yetib olishingiz uchun bizga murojaat qilsangiz, sizlarni rohat va ippadromda har kuni soat 15:00 gacha kutib olamiz. Yo'llarda sizlarni har tomonlama xavfsizligingizga mas'ul gidlarimiz sizlarni muammolarsiz yetib olishingizga xizmat qiladilar. Hatto qaytishda ham bizni tanlasangiz, dokumentlaringizda muammolar bo'lsa ham. Vodiy va vohadagi taksist akalarimiz diqqatiga. Taksist akalarimiz yo'lovchilarga bizni tavsiya qilib bizga yo'lovchilar olib kelishsa, taksist akalarimiz uchun bizda ajoyib bonuslarimiz bor. Qatnov reyslarimiz har kuni kunning ikkinchi yarmi 17:00 da amalga oshiriladi. Yo'l chipta narxi 270 ming so'm. Bundan tashqari hech qanday xarajatlaringiz bo'lmaydi. Yuklaringizga pul olinmaydi. Bizga murojaat qilishingiz uchun to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq raqamlarimiz va ularda Telegram, WhatsApplar mavjud.